Assalomu alaykum, hurmatli 4-kurs ozgina bitiruvchilikka ozgina qolgan talabalarim va nihoyat 3-kurs davomida siz bilan birgalikda pedagogik amaliyot haqida ko'p gaplashdik va mana shu kunlarga ham inshaalloh yetib keldik. Demak, 4-kurs malakaviy pedagogik amaliyoti bo'yicha sizlarga ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Demak, malakaviy pedagogik amaliyotni asosiy maqsadi shundan iboratki, sizni universitetda olgan nazariy bilimlaringizni amaliyotda sinab ko'rish vaqti yetib keldi. Bu birinchidan, ikkinchidan sizni pedagogik faoliyatga tayyorlash, keyin pedagogik va kasbiy faoliyat mas'uliyatini his etish va o'sha borgan joyingizda, ya'ni ta'lim muassasalarida tajribali ustozlardan pedagogik bilimlarni, ko'nikmalarni, tajribalarni olib o'rganib kelish. Xo'p, endi amaliyotni siz portfolio bilan yakunlaysiz. Hozir doim sizga aytardim, oldin natijani ko'rsatib olsak, keyin shu natijaga qanaqa borish osonroq bo'ladi deb. Demak, oxirgi natijasidan boshlaymiz. Portfolioda sizni kundaligingiz, keyingisi dars tahlili fotolar bilan birgalikda tarbiyaviy tadbirlar rejangiz va o'tkazilgan bitta tadbiringizni ssenariysi va foto hisobotingiz bilan birga. Keyin ochiq darsingizni konspekt rejasi va foto hisoboti, o'tkazilgan mashg'ulotlarning konspekt rejalari, texnik xarita yoki rejangiz bo'ladi, bu kamida 8 ta va fan kalendar rejasi, o'tkazilgan pedagogik amaliyot bo'yicha yozma hisobotlaringiz bilan portfoliongiz tugaydi. Portfolio nimaligini juda ham yaxshi bilasizlar. Chunki men o'tgan yili deyarli barcha 3-kurslarga kirganman va pedagogik texnologiya fanimizda oxirida hammangiz portfolio topshirgansiz. Esingizda bo'lsa saqlab qo'ying, keyingi pedagogik amaliyotda kerak bo'ladi degan edim. Xuddi shu portfoliongizni saqlab qo'ygan bo'lsangiz, kompyuterlaringizdan ochish vaqti yetib keldi. Endi ko'p beriladigan savollar bilan davom ettiramiz. Birinchisi, dars tahlili foto bilan deb aytyapsiz, ustoz. Bu nima degani degan savolingiz chiqadi. Kamida 12 ta deb berilyapti. Ya'ni siz borganingizdan keyin birdaniga amaliyot boshlamaysiz. Amaliyotingiz qancha davom etadi? Amaliyotingiz 6 haftalik amaliyot. Birinchi haftasi sizda passiv amaliyot hisoblanadi. Birinchi haftasi siz maktab bilan yoki bo'lmasa o'sha olgan yo'nalish olgan ta'lim muassasasi bilan tanishasiz. Qanaqa tanishasiz? Hujjatlarini, ma'muriyatni, umuman ichki tartib qoidalari, o'qituvchining qo'lidagi hujjatlari, u qanaqa tutiladi, o'quvchilar kimlar bor, qaysi sinflarga biriktirildingiz, qaysi guruhlarga, ularni olib hammasini hujjatlarni, bolalarning alohida hujjatlarini o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa, hatto psixolog bilan ham gaplashishingiz kerak. Masalan, shu sizga berilgan sinfda o'ziga xos jihatlarga ega bo'lgan o'quvchilar bormi? Ular bilan qanaqa gaplashish kerak, qanaqa muomalada bo'lishingiz kerak. Bunda sizga psixologiyadan olgan bilimlaringiz yordam beradi. Demak, mana shu passiv darsingizda 2-kunlardan boshlab siz darslarni tahlil qila boshlaysiz. Va mana shu dars tahlillaringiz eng kamida portfoliyongizda oxirida universitetga hisobotlarni olib kelganingizda kamida 12 ta bo'lishi kerak. Kamida deyilyapti. Bu o'sha o'rtacha 3 bahoga mo'ljallayotgan bo'lsangiz. Demak, albatta rasmlaringiz bilan, ya'ni siz o'zingiz shu darsni kuzatayotganingizni, o'sha har bitta nimasini dars kuzatganingiz tagida tursin. Keyingisi mana dars tahlili, qanaqa qilib dars tahlili o'tkazishingiz. Bu yerda men sizga shablonini beryapman. Mana shu shablonni to'ldirib borasiz. Juda ham oson. Biz sizlar bilan shablonlarni to'ldirganmiz. Bir-biringlarning darslaringlarni kuzatgansizlar esingizda bo'lsa. Keyin dars kuzatish faqat maktab o'qituvchisi yoki o'sha ta'lim muassasasini o'qituvchilarini faqat kuzatamizmi degan savolingizga yo'q. Agar siz ko'pchilik bilan borgan bo'lsangiz, mana akademik litseyimizda sharqshunoslik qoshidagi akademik litseyimizda bo'lgan bo'lsangiz, demak, sizlar juda ham ko'pchiliksizlar yoki bo'lmasa guruhingiz bilan bironta maktabni yoki litseyni yuborishgan bo'lsa, sizlar ko'pchilik bo'lasizlar. Bir-biringlarning darslaringlarni ham kuzatib boraveringlar. Agar faqatgina o'zingiz yo'naltirilgan bo'lib, bittagina maktabda bitta o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, unda shu maktabdagi eng tajribali ustozlarning darslarini kuzatasiz. Ya'ni bitta narsani sizlardan iltimos qilardim. Faqat tilga bog'lanib qolmanglar. Tajribali ustozlarni topinglar va darslarga kirib ko'raveringlar. Chunki har bitta tajriba sizga kattagina
yordam beradi. Qaysi fan bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, dars tahliliylari mana shabloni. Mana siz baholab borasiz. Bu ham siz alohida qanaqa darsni tahlil qila olayotganingiz ham sizni kompetensiyangiz haqida ma'lumot beradi. Endi tarbiyaviy tadbirlar rejasi deb aytildi. Har bitta o'qituvchini sizga biriktirilgan o'qituvchi bo'ladi. Ana shu biriktirilgan o'qituvchingizdan 1 yillik tarbiyaviy rejani qaraysiz va mana shu sizni 6 haftangizga qaysi tarbiyaviy tadbir to'g'ri kelayotganini qaraysiz va shu tadbirlardan bitta eng ko'nglingizga yoqqanini va qo'lingizdan kela oladiganini tanlaysiz. Endi men maslahat berardim, biz Sharqshunoslik universiteti bo'lganimiz uchun sizda ikkita juda ham katta bizni yo'nalishimizga mos keladigan bayram turibdi. Bu Alisher Navoiy tug'ilgan kun bilan Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kunlari. Shu ikkalovini bitta qilib o'tkazsangiz yoki bo'lmasa shularning doirasida qanaqadir zakovat yoki shunga o'xshash bir shunaqa tadbirlar o'tkazadigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa mana chiqishlar qilib nima qiladigan bo'lsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Maktabga ham kim kelganini, qaysi universitetda talabasi kelganini ham ko'rsatib qo'ya olasiz shunda. Lekin litseyda bo'ladigan bo'lsangiz, litseyning o'zini tadbirlari bo'ladi. Biz ko'pincha boramiz bu tadbirlarga, chaqirasizlar. O'sha til, masalan, koreys tili kuni yoki xitoy tili kuni mana haftaliklari bo'ladi. Shularda faol ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Keyingisi ochiq darsning konspekt rejasi va foto hisoboti. Bir hafta passiv amaliyoti o'tgandan keyin siz aktiv amaliyotga o'tasiz. Aktiv amaliyot sizda 5 hafta davom etadi. Bunda sizlar endi o'zlaringizlar darslarni o'ta boshlaysizlar. Bitta narsa, shu narsa esingizda tursin. Sizni birinchi haftada passiv amaliyotingizda dars berib qo'yishligi mumkin. O'qituvchi yetishmayotganligi hisobi bilan yo'q, bizga faqat passiv amaliyot degan deb tixirlik qilmaysizlar. Shunga yarasha maktabga ozgina yordaminglar kerak bo'ladigan bo'lsa, dars o'tirasizlar. Lekin agar rostman hamma narsa qonun bilan boriladigan bo'lsa, 5 hafta sizda aktiv amaliyot bo'ladi. Ya'ni ikkinchi haftadan boshlab sizlar darslar o'tish boshlashingiz kerak. Shuni ozgina talaba o'quvchilaringizga yoki guruhingizga o'rganganingizdan keyin siz ochiq dars o'tishingiz kerak. Oxiriga taqamanglar, hammanglar baravar oxiriga taqab qo'yasizlar. Biz ulgurmay qolamiz darslaringizga borib. Ya'ni siz ochiq darsingizda sizga biriktirilgan o'sha ta'lim muassasasining o'qituvchisi, siz jo'natilgan o'sha kafedradan bitta o'qituvchi va pedagogika psixologik kafedrasidan bitta o'qituvchi ishtirok etishi kerak. Shuning uchun hammanglar bitta oxirgi haftaga qo'yadigan bo'lsangiz, juda qiynalib qolamiz. Juda bo'lmasa shu maktabdagi sizga biriktirilgan o'qituvchi ishtirok etishi kerak. Albatta rasmlari bilan ochiq darsingiz chiroyli, juda ham namunali tarzda va aktiv, faol texnologiyalarni qo'llagan holatda o'tkazilishi kerak. Mana bu yerda rasmlarni ham ko'ryapsizlar. Hatto ochiq darsida talabalarimiz ko'ryapsizlar, kasb o'rganish parikmaxirlarni ham jalb qilishgan. Men sizlarga ishonaman, kreativligingizga ochiq darslarni juda ham yuqori darajada o'tkazasizlar va uni ham albatta konspekt rejasi va foto hisobotlari bo'ladi. Keyingi savolingiz mana dars ishlanmasi, mana shu sizlarga shablon berilyapti. Mana shu shablon dars rejasi hisoblanadi. Mana shu shablonni to'ldirasiz. Endi o'tkazilgan mashg'ulotlarni konspekt rejalari texnik xarida kamida 8 ta deyilyapti. Demak, ochiq darsingizdan tashqari aktiv amaliyotingizda oddiy darslarni ham o'tib borasiz. Ana shu darslaringizni konspekt rejalari, mana hozir konspekt rejani ko'rsatdim. Mana shu to'ldirgansizlar, bilasizlar, hammangizga to'ldirtirilgan. Bilasiz buni qanaqa ishlashini. Endi bu yerda men texnik xarita deyapman. U yo konspekt reja yoki texnik xarita. Ikkalovini baravar topshirmaysizlar. Maktabga ketganlar konspekt reja beradi. Litseyda yoki bo'lmasa universitetimizda qolganlar va o'quv markaziga ketganlar texnik xarita berasizlar. Mana buni ham shablonini beryapman. Eslab olasizlar. Hammanglarda bor. Agar esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, menga yana yozsanglar, men sizlarga buni nima qilib berib yuboraman. Mana bu texnik xaritamizdan davomini eslatsanglar, endi bir kunda necha soat amaliyot obyektida bo'lishimiz kerak degan sizda savol tug'ilishi mumkin. Umumiy 120 soat. Bir kunda o'sha borgan ta'lim muassasangizda 5 soat bo'lishingiz kerak bo'ladi va eslang, esingizda qolsin, bu 4 kredit degani. Endi faqatgina bitta narsa, mana shu joyda eslatib o'tib ketishim kerak. Pedagogik amaliyotni kreditga qolib ketishi bo'lmaydi. Siz yo buni topshirasiz yoki
topshira olmaysiz. Keyingi yil 4-kursdagilar shu pedagogik amaliyotga kirguncha siz diplom ola olmaysiz. Shuning uchun bu narsaga juda ham mas'uliyat bilan qaranglar, chunki biz sizlarga boshqatdan bunaqa pedagogik amaliyot tashkil qilib bera olmaymiz. Bu juda ham katta hujjatlar bilan bog'liq masala. Agar qolib ketadigan bo'lsangiz, keyingi yil 4-kursdagilar pedagogik amaliyotga ketayotgan paytdagina ular bilan birga borasiz. Boshqa hech qanaqa ilojisi yo'q. Demak, passiv aktiv amaliyot nima? Passiv amaliyotingiz hozir aytib o'tdim, 1 hafta davom etadi va siz u yerda o'sha ta'lim muassasasining ichki tartib-qoidalari va hujjatlari bilan tanishasiz. Aktiv amaliyotingiz 5 hafta sizni dars o'tishlaringiz, tadbir ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazishingiz, o'quvchilar bilan faol, aktiv kontaktga kirishingiz, ochiq darslaringiz bilan davom etadi. Demak, mana bu yerda sizga hisobotingizni shablonini ham beryapmiz. Shablonini qaranglar. Agar to'ldirasiz shu savollarga javobni, savolni olib tashlab, o'rniga javob yozadigan bo'lsangiz, sizda tayyorgina hisobot chiqadi. To'g'ri javob yozadigan bo'lsangiz, shuni ham sizga mana osonlashtirilgan hisobotni topshirishingizga faqat savollarga javob xohlasangiz mana 1, 2, 3, 4 degan raqamni olib tashlaylar. Demak, mana sizga oxirida topshirishingiz kerak bo'lgan hisobotingiz bo'ladi. Endi bitta narsani eslatib qo'ying, qayerdan siz kundalikni olasiz? Kundalikni sizga universitetdan mas'ul biriktirilgan o'qituvchingizdan, kafedra tomonidan biriktirilgan o'qituvchingizdan olasizlar. Kundaligingizni g'ijimlab yoki yutib tashamanglar, bitta beriladi. Keyin ketayotganingizda albatta kundaligingizga universitetda pechatlarini bostirib keting. Usiz bo'lmaydi, muhrlarni qo'ydirib keyin ketasizlar. Demak, juma kunimi kelasizlar, shu o'zingizlar nima bilan aloqaga chiqasizlar, sizlarga biriktirilgan o'qituvchi bilan hujjatlaringlarni o'sha nima pechatlaringiz sizlardan chiqib qolmasin. Keyin o'sha pechatlangan kundaligingiz bilan va yo'naltirilgan xatingiz bilan birgalikda shu joylarga borasizlar. Joylarga borayotganingizda shu sizga biriktirilgan o'qituvchi juda ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, o'zlari olib boradilar. Agar bittadan o'zingizlar yo'llanma xat bilan ketayotgan bo'lsangiz, o'zingizlar bu yerda universitetdan olib ketgansizlar, hujjatlaringlarni ana shu hujjat asosida borasiz. Keyin oxirida universitetga bitta guruhingizdan hisobot chiqadi. Hisobotingiz prezentatsiya yoki videorolik shaklida hammangiz bo'yicha bitta hisobot bo'ladi. Guruhingiz bitta hisobot tanlash kerak. Bitta guruhingizdan prezentator chiqadi. Hamma guruhga 5 minut, undan ko'p bermaymiz. 5 minut ichida qayerga nimalar qilganlaringizni, shuning uchun chiroyli, yaxshi, o'zingizga yoqqan rasmlaringizni, videolaringizni saqlab qo'yasiz. Yana savollar tug'ilgan bo'lsa, ko'pchiligingizda mana Telegram nimam bor, adreslarim bor. Yozinglar, menga aloqaga chiqinglar, hammangizga savollaringizga javob beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Pedagogik amaliyotni juda ham yaxshi o'tkazasizlar degan umiddaman. Esingizda bo'lsin. Sizlar Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining talabalarisizlar. Ya'ni sizdan men faqat kreativ, juda ham chiroyli va pedagogik amaliyotni yuqori darajada o'tishinglarni kutib qolaman. Sababi men 1 yil davomida faqat shunaqa talabalarni ko'rdim. Va bu holatingizni maktablarga ham olib boring va ko'rishsin Toshkent davlat sharqshunoslik universitetlari talabalari qanaqa kuchli, kreativ va hozirgi kunning talablariga to'liq javob beradiganligiga. Omad va 6 haftadan keyin uchrashguncha. Rahmat.